2026-yil 13-avgust. Navbatdagi pritsepimizni Toshkent viloyati Yangiobod viloyat tumani Yangiobod shahrigami? Yangiyo'l shahri. Yangiyo'l shahriga, Yangiyo'l shahriga berdik. Buni akamiz bundan bir 5-6 kun oldin zakaz qilganlar, bugun tayyor bo'ldi, mana olib ketyaptilar. Aka, ishimizga o'zingiz bir Pritsepimiz chiqdi. Kelinglar, qildiringlar, ishlari sifat a'lo darajada. Hammaga tavsiya beraman, kelib qildiringlar. aka, yaxshi kunlar xizmat qilsin. Hech qachon Ishingizga omad, hammalarni. Bundan zo'r bo'lib, bundan zo'r joylarga chiqasiz. Rahmat aka. Bu pritsepimizga kelsak, bu 1.60 ga 2.55 razmerda bo'ldi. Mol ortish uchun spesial mana orqalari pastga ochiladigan, keyin ustlariga dugalari bilan oldilariga mana molni boshini chiqarib boylab qo'yish uchun bunday qilib taxlaganmiz. Nexus 3 mashinasiga cho'tchi qilib mana ko'rishingiz mumkin. Taxlab berdik. Ballonlar 14 lik ballon. Resullari baquvvat resullardan qo'yilgan. Traktor telashgan resuldan bu 2 tonnaga, 2,5 tonnagacha yuk bossa bo'ladi bunga bemalol. Mana 4 ta 5 ta mol bemalol ketadi. Shunga shunday pritseplar kerak bo'lsa bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allarol tumanidamiz.